Hammaga salom. Bugun bizda Adventure serverda yangi qo'mondon Freyani ko'rib chiqamiz. Freya yangi qo'shilgan qo'mondonlardan biri. Bu esa bizga yangi qo'mondon bo'lib keladi. Bu esa 6-mavsumning oxirlariga borishi mumkin yoki 7-mavsumga o'tayotganda keladi. Freya yangi qo'mondon bo'lgan. Uning kuchi ham mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. U yangi sinergiyalarni o'ziga tortib olib va yangi sinergiya to'plash ehtimoli bor. Va shuningdek, Priest ataki, Hybrid ataki, damage hammasini o'ziga oladi. Freya juda ham yaxshi ishlangan, qomati ham yaxshi. Uning kartasi ham. Xo'sh, kartalar ichida u